Butun dunyodan yig'ilgan eng kuchli jangchilar sovrin uchun bellashishadi. Eng zo'rlari. Layla ota-onasi tug'ilganda undan voz kechishgan. Yirik qotillikni 17 yoshida amalga oshirgan. So'nggi 3 yil ichida Osiyo bo'yicha eng mohir killer hisoblanadi. Kiradigan pul 10 ga barobar. Menga 100 bering. Yuriy Petrov, Rossiyaning maxsus kuchlari safida xizmat qilgan, tish tirnog'igacha qurollangan. Muhim jihati, o'ljasiga sira shafqat qilmaydi. Kiradigan pul 12 ga barobar. Miles Slade, Texaslik tentak yigit. Bir qaraganda ishonch tug'dirmasligi mumkin, ammo vaziyatni o'z tomoniga og'dirishni biladi. Bu yigit o'z mashg'ulotini juda sevadi. Keladigan pul 25 ga barobar. Bundan yaxshisi yo'qmi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, e'tiboringizni eks-chempionga qaratmoqchimiz. Bu nomzod natijaga qiziqishiga ishonchim komil. 7 yil avval Joshua Harlow musobaqani yutgach tark etgandi. Ammo bu yil yana qaytdi. Bunga sabab esa yagona qasos olish. 4 oy oldin Mayamidagi uyda xotinini o'ldirib ketishgan. O'sha qotil bugun qatnashchilar orasida. Joshua Harlow haqiqiy yetakchi 2 ga barobar. Qoyil,